Assalomu alaykum. Xushtam salondagi barliq qarindoshlar, mushaqtanlar xayrlik bo'lsin. Sizlarga bugun o'tilib turadigan dars Coca-Cola'lik to'q qanti. Buning kerakli materiallar 1 kilo atrofida to'g'niki qanti, yana mana shunda to'g'ni o'tir qanti bo'ladi, 4-5-6 tal atrofida zanjil yaproqchisi, bir tomoq qo'shiq lao cho'jangyo, bir tomoq qo'shiq shang cho'jangyo. Ondan keyin 350 gram Coca-Cola. Mab miqdarida oq kunjut, pishiq oq kunjut ketadi. Xonimlar, mana bu tigituz qozonga, yana tova qozon deb qo'yamiz. Tigituz qozonga nayt oz miqdarda qo'shdim yog'ini, mana yarim chumushdan ozroq qo'shdim 1 kilo atrofida. Mana shunday qilib tek yetib olamiz. Bu chuchigan yog'i. Chuchigan yog' bo'lganligi uchun mana oz qo'shib oldik. O'tni nayt past qilib pishirsizlar xonimlar. Ashta qilib bu to'q qanotlarimizni rat tizimiz. Bu şekilde rat tizip ar-arlarga mana zanjir yaproqchilarini solamiz. Xonimlar, mana oldikayni mana shuncha olti rang kirgan chog'da bir tarafini o'rib, mana pishiramiz. O'rib toki oldikayni olti rang kirguncha mashtoq o't qoqlaymiz. Mana mashtoq oldikayni mashtoqsiz olti rang qag'irib bo'lgan chog'da xonimlar, buningga shoncho'jang yoni Andin lao cho'jang yoni Andin Coca-Cola'ni qo'yamiz xonimlar. Xonimlar, mana mashtoqqa qo'yib Coca-Cola'ni qo'yib bo'ldik. Qo'yib bo'lgandan keyin yana davomli o'tni past holatda mashtoq qaynatamiz. Xonimlar, mana nayt past o'tda mush darajada toki Coca-Cola suvi tükich qadar bakmi tugab ketmaydi, ozroq shirinsi qoldi, shu qadar undan keyin qaynatamiz. Uni tovoqni yeb qo'yamiz. Mana xonimlar, buni olazam men past o'tda tovoqni yepib 20 minut atrofida toki mana suiqoqchilik mushalat qaynatdim. Mana mush holatda bo'ladi. Bu qantimizim tayyor qolay dedi. Endi pishdi, pishgan chog'da o'tni biza ulg'aytimiz. Mana o'tni biza ulg'aytib, mana eng yuqori ulg'aytiblar. Mana oldin qaynatiblar. Alsaq bo'ldi. Mana o'tni ulg'aytib, bir ilashtiriblar. Ozroq mana bu holat qaynatiblar. Endi epib tamom qilsaq bo'ldi. Mana chiroq taqsimizga elib, mana tegib qolgan qiyamlarimiz ustiga tash sepib andan keyin eng oxirida oq kunjutimizni sepib iste'mol qilsak bo'ldi. Mana buni kichik bolalar yoqtirib yeydi, xonimlar. Mana nayt o'xshagan Coca-Cola'lik to'q qantimiz tayyor bo'ldi, xonimlar. Xayr xo'sh, yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik.